Annyeonghaseyo, hammaga salom. Xo'p, topik imtihoniga registratsiya qilishdan oldin esa shaxsiy kabinetimizni ochib olishimiz kerak. Hamma bilsa agar, bu hammasi qaysi saytda olib boriladi desak, bu topik tashkech.uz degan sayt bor. Bu yerda ham shaxsiy kabinetni ochib, shu yerdan registratsiya qilinadi. Bu saytdan xohlasangiz rus tili, o'zbek tili yoki koreys tilidan ishlatsangiz bo'ladi. Bizaga eng qulay bu o'zbek tili. Xo'p, ko'rib chiqsak, bizaga kerakli joy bu shaxsiy kabinet ochish. Kiramiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tish rostdan ham 5 daqiqa vaqtingizni oladi bu, yozib qo'ygandek. Ma'lumotini bilib yuradigan odamga bu juda ham tez bo'ladi. Ya'ni rasmlari va pasportlarini o'zida skanerlarni olib yurgan odamga rostdan ham tez bo'ladi. Agar bo'lmasa ham juda ham ko'p vaqtingizdan olmaydi bu narsa. Xo'p, tez ko'rib ketsak, bu yerga tug'ilgan kuningizni belgilaysiz. Yil, oy, kunni belgilab. Xo'p, o'quvchi bo'lsa o'quvchi, jins erkak bo'lsa erkak, ayol bo'lsa ayol. Xo'p, agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, O'zbekistonda qolaveradi. Agar boshqa mamlakat fuqarosi bo'lsangiz, boshqani tanlab turib, men foydalanish shartlariga roziman bosib, keyingisiga o'taveramiz. Xo'p, bu yerga email pochta ishlatmaydigan odam bo'lmasa kerak. Xo'p, pochtani yozamiz. Va parolni 2 marta yozamiz. Va tasdiqlashimiz kerak 2 marta. Xo'p, Koreya diasporasi va boshqalar turibdi. Koreya diasporasi degani bu, ya'ni koreys odamlar uchun. Biz boshqalarga kiramiz, boshqalarda turaveradi va keyingisini bosamiz. Hujjat turiga kelsak, hujjat turida o'zi bittagina tugma bor. Firibgarlik haqidagi guvohnoma, ID karta, pasport. Xo'p, bu yerga xuddi o'shani seriya va raqamini yozishimiz kerak bo'ladi. Buni yozgandan keyin esa keyingisiga o'tamiz. Xo'p, bu yerda koreys tilida ism, familiya va ingliz tilida ism va familiya. Koreys tilidagi ism va familiyani yozishni bilmayman deydiganlar uchun bizaga har doimgidek yordamga keladigan bu ChatGPT. Ismingizni ChatGPTga koreys tilida yozib ber desangiz, bemalol yozib beradi. Misol uchun yozib ko'ramiz. Mana misol uchun salom. Har doimgidek bilasiz qanday javob berishadi. Mana Qudrat Qodirov misol uchun misol qilib yozdim. Koreys tilida qanday yoziladi? Mana Qudrat Qodirov. Shundoq kopiya qilamiz-da, olib borib qo'yaveramiz o'sha joyga. Xo'p, endi ingliz tilida yozishimiz kerak. Bu ya'ni o'zbek tilida emas, ya'ni ingliz tilida bo'lishi kerak. Misol uchun agar Q bilan bo'ladigan ismlar bo'lsa, ular KX ko'rinishda yoziladi. Shularni ham bemalol ChatGPT yordamida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, biz davom qildirib ketaveramiz. Fuqarolik O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston, millatingiz o'zbek. Ishtirok etish maqsadi misol uchun chet elda o'qish. Imtihon to'g'risida qayerda eshitdingiz? Xo'p, misol uchun ta'lim muassasasi. Keyingisini bosamiz. Mamlakat yana bitta belgilaymiz. Xo'p, O'zbekiston, shahar. Shahringizni yozasiz. Ya'ni propiskadagi joyingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Pochta indeksiga keladigan bo'lsak, pochta indeks. Ko'p odam pochta indeksini bilmaydi. Uni ham yo'li bor. Pochta indeksi deb yozsangiz, birinchi keladigan sayt bor. O'shanga kiramiz. Xo'p, bu yerda mana e'tibor berib qarasangiz, hamma viloyatlarni pochtalari bor. Misol uchun Toshkent shahriga kirsak, mana har bittasini joy belgilangan, manzillari bor. O'zingizga eng yaqin pochtani tanlab, o'shani indeksini olib turib, bu yerga qo'yamiz. Misol uchun 190 bizaniki. Keyingisi telefon raqam qoldirishingiz kerak. Akkauntingizni misol uchun ocha olmaydigan
hollarda nomer telefon raqam kerak bo'ladi. Keyingisi, ya'ni fotosurat mana shu tartibda bo'lishi kerak. Ya'ni rasm 3 oy ichida rasmga tushirilgan bo'lishi kerak va hajmi 200 KB dan oshmasligi kerak. 3 ga to'g'ri rasm. Pasport skanerlangan bo'lishi kerak. Agar eski pasport bo'lsa bu ko'rinishda, agar ID bo'lsa, uni oldi va orqasi ketma-ket ko'rinishda. Bitta anonda bo'lishi kerak. Bitta faylda o'zida. Agar metrika bo'lsa, bu ham to'la bo'lib turishi kerak. Kimdadir orqa fon, ya'ni oq bo'lmasa, juda ham qiynalishlari mumkin. Buni ham yo'li bor. Buni yo'li, xo'p, xohlagan joyingizda rasmga tushasiz. Iloji bo'lsa yuzingiz tiniq tushishi kerak va uni orqa fonni qilish juda ham oson. Google ga kirib turib, remove background degan yozuv yozsangiz, xo'p, bu yerda bir nechta saytlar kelib chiqadi. Birinchisiga xohlasangiz, birinchisiga kirib turib, rasmni yuklaysiz va uni backgroundini olib tashlaysiz. Buni hammasining yo'li bor. Pasportlarda muammo bo'lishi mumkin, ya'ni buni qanaqa birga qilamiz? Pasportni agar qo'lda bo'lsa, skaner qildirish kerak. To'g'ri, skaner qildirish kerak, lekin agar juda ham vaziyat to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, telefonda bemalol qilib, bu rasmni birga qo'yib va unda sal xiraroq bo'lib qolishi mumkin. Uni ham tiniq qildirish iloji bor. Misol uchun улучшить качество PNG misol uchun xohlagan rasmingizni tanlaysiz. Misol uchun mana bitta rasm tanladim. Mana ko'rsangiz, I love image, ya'ni rasm, men rasm sevaman degan saytda xuddi shu ko'rinishda parametri увеличениеda bitta rasm qo'ydi. Mana o'zini holati edi va 2x, ya'ni tiniqlashgan holati. Xuddi shu ko'rinishda pasportingiz rasmga olib, xuddi shu yerdan tiniqlashtirsangiz bo'ladi. Va увеличение bossangiz, bu rasm kelib chiqadi o'yinga. Xo'p, rasm joylab bo'lganingizdan keyin xuddi shu mana shu yozuv paydo bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu oyna. Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Rahmat. Shaxsiy kabinetni boyagi rasmlarni kirgizib bo'lganingizdan keyin, xo'p, shaxsiy kabinetga kirasiz va u yerdan mana ID, pasport, seriya va raqamni kirgizishingiz kerak va parol. Seriya raqam kirgizib turib, parol kirgizasiz. Keyingisini bossangiz, kirish bossangiz, mana o'sha shaxsiy kabinetingizga kiradi. Anketa bu yerda imtihondan o'tgan anketalaringiz shu yerda bo'ladi va chiqish, shaxsiy kabinetdan chiqib ketish. Xo'p, agar kimdadir o'sha rasm bo'yicha muammo bo'lsa, xohlagan rasmingizni o'sha ikkita joyga qo'yib, keyinchalik u rasmni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Agar juda ham shoshilinch vaziyatda shu xohlagan ikkita rasmingizni o'sha joyga qo'yib, registratsiyadan o'tishi, ya'ni kabinetni ochib olishingizni maslahat beraman. Xo'p, hammaga rahmat eshitganingiz uchun. Hammaga foydali bo'lib qoldi deb o'ylayman.